Tak, bizada Cherry Pro mashinamizni radiatordan sovuq ekan. Shuna polni radiatorlarni ochib tashladik. Bu mashinani mana radiator mashida bo'ladi. Radiator ochish uchun polnosti bamper hamma narsani ochish kerak. Tak, mana original uzun radiatorlardan bu. Nalichida hech qayerga ketib hech narsa zakaz qilish kerak emas. Agar kimga Cherry, Jetour, BYD, Zikr Xitoy mashinalarga zapchasta kerak bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar. Tak, mana uzun radiatori mana shu joyda antsiz qo'yilgan. Endi bu zavodskiy zaklopkasi bo'ladi. Buni qo'yishning sababi yoki termostat ishlamasa, krishkasi yaxshi ishlamasa, yo radiatorga biron narsa tegsa, radiator teshiladi и alishtirishga to'g'ri keladi. Hozir shuni yangisidan qo'yib beramiz.